Siz Zamin axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Sharof Rashidov nomli Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi hamda Samxram universitetida 6-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida Kitobsevar millat shiori ostida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Hozir shu mavzuda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 16 yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14 dekabrdagi qaroriga asosan tashkil etilgan mazkur tadbirda viloyat yozuvchilar uyushmasi a'zolari Abdukarim Sharipov, Muhammadjon Akajonovlar hamda oliy ta'lim muassasalari talabalari, kutubxona markazi a'zolari ishtirok etdilar. Tadbir davomida so'z olganlar yurtimizda kitob mutolaasiga qaratilayotgan e'tibor, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yosh avlodni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar xususida to'xtalib, barchani kitobga mehr qo'yib, u bilan do'st bo'lib qolishga chaqirdilar. An'anaviy kitobxonlik haftaligi har yili respublika bo'ylab aprel oyining ikkinchi o'nkunligiga bo'lib o'tadi. Mana 13 aprel kuni respublikada O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan kitobxonlik haftaligiga start berilgan edi. 13 apreldan buyon mana bir hafta davomida kitobxonlik haftaligimiz davom etyapti. Maqsad yosh avlodni kitob mutolaasini yanada mustahkamlash, yanada yaxshilash, yoshlarimizning kitobga bo'lgan qiziqishini orttirish va mana shu orqali ularning bilim ko'nikmasini yanada mustahkamlashdan iborat. Kitob bilim manbai. Uni o'ziga do'st deb bilgan har bir inson borki, dunyoni terangroq anglaydi. Kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql chirog'i va bilimlar qo'rg'oni, xazinalar kalitidir. Zero kelajak avlodni intellektual rivojlangan, gumanistik g'oyalar, milliy g'urur va iftixor ruhida tarbiyalashda kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish beqiyos o'ringa ega. Tadbir davomida 2-sonli Yangi O'zbekiston madaniyat markazi qoshidagi Quvonch bolalar namunali jamoasi a'zolari badiiy chiqishlari davraga yanada ko'tarinkilik olib kirdi desak xato bo'lmaydi. Navoiy viloyatidanman va bizning uyimizda ham shaxsiy kutubxona tashkil etilgan va o'sha kutubxonamda deyarli qariyb 200 ga yaqin o'zbek adabiyotidan kitoblar bor va jahon adabiyotidan ham ko'paytirishga harakat qilyapman va hozirda ham o'sha O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida 5 tashabbus loyihalari koordinator sifatida faoliyatimni olib boryapman va bugun mana shu yerdagi tadbirimizda ham yoshlarni kitobga qiziqtirish maqsadida mana shu davra suhbatdan o'zimizga kerakli bo'lgan juda ham foydali ko'nikmalarni olyapmiz. Shu kuni Samxram universitetida ham O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Jizzax viloyat bo'limi raisi Mehribon Abdurahmonova hamda ijodkorlar Abdurahmon Karimov, Abulqosim Mamarasulovlar ishtirokida ham yoshlar bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbir davomida adabiyotning jamiyatdagi o'rni, ijod jarayonining o'ziga xos jihatlari hamda yoshlar qalbida kitobga muhabbatni kuchaytirish masalalari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlarning ma'naviy axloqiy kamolotini yuksaltirish va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aytish joiz, mazkur tadbirlar ijodkorlar bilan samimiy muloqot, o'zaro fikr almashuvlar, adabiyotning kelajagi haqidagi suhbatlarga boy bo'ldi. Eng faol ishtirokchilarga esa tadbir tashkilotchilari tomonidan tashakkurnoma hamda kitoblar sovg'a qilindi. Bu kabi tadbirlar yoshlarni kitobga oshno qilib, adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishda muhim ahamiyatga ega.